Assalomu alaykum. Bugun MyProje veb saytini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Bu veb saytda ya'ni platforma desak bo'ladi. Bu yerda 3D modellar va o'sha interior va eksteriorga oid bo'lgan hamma mahsulotlar bor. Bu yerda kirish uchun registratsiya qilib olasiz birinchi, chunki bu umumiy общийga moslashmagan, asosan ijodkorlar uchun qilingan. Hop, registratsiyadan o'tgandan keyin loyika qilib kiramiz. Bu yerda poisk orqali qidirsak bo'ladi. Hozircha tavsiya poisk emas, katalog va brend orqali ko'rsanglar yaxshi ekan, chunki men hozir o'zim to'liq buni ishlatib aniq qilib chiqdim. Poiskda hali ko'p modellar chiqmayapti. Balki noto'g'ri yozayotgandirman, bilmadim. Ketdik. Nima funksiyalar bor, hozir ko'rib chiqamiz. Bu yerda proyekti, misol qanaqadir proyekt ustida ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha proyektga mahsulot tanlaydigan bo'lsangiz, mana shu yerdan birinchi proyekt sayt qilib olsak bo'ladi. Men bu yerda Akacity-ni qo'yganman. Hozir Akacity-da agar bo'lmasa boshqa proyekt qilamiz. Bu yerdan proyekt nomini yozamiz. Misol uchun Oqtosh deylik, Oqtosh. Ochib oldik, mana Oqtosh. Endi bu Oqtoshga biz mana hozircha 00 nimalar qo'yamiz, o'shani biz ko'rib chiqamiz. Xolisi, agar brendini bilsangiz, nima brend bilan shug'ullanaman desangiz, o'sha foydalanaman desangiz, o'shani misol uchun devorga, eshiklarga Akbar Richdan olaman desangiz, shu yerdan bemalol tanlab olsangiz bo'ladi. Hozir tanlab o'tiribman, ya'ni vaqt ko'p ketmasligi uchun. Endi bu o'zimga ma'qul kelgan sira sahna qilib ketaman. Misol uchun men qorani oladigan bo'lsak, sirasi mana shu yerda o'zidan buni bosib kiritib qo'ysangiz bo'ladi Oqtoshga, yoki ko'rmoqchi bo'lsangiz ichiga kirib buni ko'rib, boshqa rasmlar ham bo'ladi ba'zida. Men bu yerda hozircha bu yerda bitta rasm ekan. Rasmlarni ko'rib va proyekt sahna qilsangiz bo'ladi. Oqtoshga sahna qilamiz. Bu yerda mana modelini sketchat qilib olsangiz ham bo'ladi. 3D Max ishlatishingiz uchun. Va bu yerda qo'shimcha razmerlarni yozgan. Zakazga deb yozgan va zakazga 30 kun ichida qilib beriladi. 5 yil garantiya. Buni bossangiz Akbar Richda yana boshqa eshiklarni ko'rish uchun o'tasiz. Bu yerda katalogi bor. Bu yerda odamlar bergan arxivlari bo'ladi. Bu sayt 25-sentyabrda ishga tushdi. Hozir 15 kun bo'ldi. Shuning uchun hali arxivlar hali beri yo'q va modellar ham hali beri unchalik ko'p emas. Ammo ko'p modellar deyarli bor. Shu brend orqali yoki katalog orqali kirsak bo'ladi. Biz eshik tanladik. Endi misol lustra tanlamoqchi bo'lsak, bu yerda biladigan o'zimizni qaysi nimadan ishlatsak, o'shandan olsak bo'ladi. Keling, Lumen Luxga kiramiz. Lumen Luxdan mana shu yerdan mana modellari hammasini bor. Mana mamlaqa tursa, mamlaqa ikonka tursa, shuni modeli bor degan ma'noni bildiradi. Va o'zimizga ma'qul keladiganini ichiga kirib ko'rib yoki magnetdan sahna qilib olsak bo'ladi. Yana bitta narsa, plyusga mishkani olib borish ham shart emas. Mana buni o'ziga ham bossa bo'lsa kerak. Bosib ko'ramiz. Da, bo'ladi. Aynan plyusni mo'ljallab ba'zida ham vaqt olishi mumkin. Xo'p, mana bu yerda yana ketaveradi bundan bu yog'i. Eng muhimi, o'sha biz qilgan proyektdagi mahsulotlar hammasi O'zbekistonda bor, O'zbekistonda qilish imkoni bor bo'lgan ish chiqadi. Ertaga ustalar ham va uy egasi ham bu narsalarni qidirib yurmaydi. Xo'p, boshqa divanlarni ko'radigan bo'lsak, mana buni bosib ham ko'rsak bo'ladi. Mebel yoki mягкий mebel.
Bu yerda yana kategoriya chiqib keldi. Mahkama ofisni kreslo, divan, pufik. Bu yerdan kategoriyasini tanlasa bo'ladi. Bu yerdan brendlar. Bu yerdan qaysi davlatniki, italyanskiy yoki boshqa. Agar bularni tanlamagan holatimizda hammasi bu yerda ko'rinib turadi. Misol uchun buni olamiz, oq tosh. Buni ham olishimiz mumkin yoki buni oq tosh. Shunaqa qilib hamma o'zingizga kerak bo'lgan mahsulotlarni olib, mana bide, radiator, vanna, installyatsiya, показать все, unitaz, aksessuar, nechtaligini ham yozib qo'yibdi tagida. Misol uchun unitazlarni ham olsa bo'ladi. Oq tosh. Va endi kelinglar, hammasini tanlab uchun vaqt ketkazmaymiz. Ko'rib chiqdik. Brendlarni ham ko'rib chiqdik. Ideya degani nima bor hozir bilmadim. Ideya hali beri yo'q, aksiya hali beri yo'q. Yurakchani bosib saqlanib qilganlarsiz bu yoqqa tushiradi. Keyin bu yerda bitta plus tomoni hop, yurakcha men tushunmadim. Men hali bilan yurakcha bosmadim. Xo'p. Shuni tushunmadim izobranni hali. Balki ishlamayotgandir bu. Yurakchani bosganda, modelni ichidan yurakchani bosganda, mashinada faqat siz tanlaganlar bo'lish kerak. Va o'shalarni misol o'zingizga kerak har doim bir xil narsa ishlatadiganlaringizni yurakchani bosish yoqqa saqlanib qilib qo'ysangiz, ertaga boshqa proyektga ham yoki umuman boshqa proyektga ishlatish uchun mashinada o'zidan sirazi добавить proyekt qilib chiqariladi, oson bo'ladi. Har bittasi uchun modellar ba'zi naraqqa kirib chiqish shart emas bo'ladi. Xo'p, endi bu yoqqa o'tamiz. Mana bizda hozircha ikkita proyekt bo'ldi. Oq tosh proyektimizga kiramiz. Va bu yerda biz hali komnata sazat qilmaganmiz. Hozir spesifikatsiyani bossak chiqmaydi, sababi bizda hali komnata yo'q. O'shaning uchun komnatani birinchi qilamiz. Bu yerdan gostinaya qilib turib, spalniy, kabinet, ofis, детский, игровой и другие qilishimiz mumkin. Agar boshqacha xona bo'lsa, другие deb bosib turib, bu yoqqa keyin yozasiz. Misol uchun biz bunday qilaylik, living room qilib qo'yaylik. Davom et. Mana bizda xona paydo bo'ldi. Endi buni xonaga joylaymiz. Shuni. Ben sayt egalariga aytgan bo'lardim yoki men bilmayman bu yerda yoki hali qilinmagan. Shu yerda o'zidan qanaqadir belgilasa bo'lsa, select qilib turib, belgilab, shu belgilagan hammasi bittada добавить living room qilsa, shunaqa qilinsa ancha oson bo'lardi. Hozir men har bittasini living roomga bosib chiqishim kerak. Ya'ni bu vaqt oladi. Har bittasini bitta living roomga bosib chiqish. Bu eng asosiysi hozir bizga spesifikatsiya qilib beradi. Ya'ni komplektatori vazifasini bajaradi bu yerda. Biz proyektlarimizda shunaqa ishlasak, birinchidan tayyor modellar va O'zbekistonda bor mahsulotlar oxirida bizga spesifikatsiyani qilib beradi. Biz bu yerda tanlashimiz mumkin. Mana buni ikkita deyishimiz mumkin. Hozir mana buni ham living roomga solib qo'yib, buni o'chirib yuboramiz. Living room kerak emas u. Mana buni ikkita qilishimiz mumkin. Mana bundan misol uchun 6 ta deyishimiz mumkin. Va bu yerda mana narxlar ko'rinib turibdi. Eshikdan bitta.
ma'mur kreslodan bitta, ma'murdan ikkita yetadi. Endi примерно qilinyapti hozir bu yerda va soздать. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Mana men bu narxlarni yozgan. Va men bitta narsaga tushunmadim. Orqaga qaytib ko'ramiz. Mana ikkitadan deganimda bu yerda hisoblash kerak edi avtomatik ikkita qilib. Lekin nega hisoblamayapti, uni bilmadik. Shu do'stlar, mana shu yerda hisoblab nechtaliklarni hisoblash kerak edi. Hozircha hisoblamayapti, lekin mana o'zi bizada komplektator bor. Hamma mahsulotlar narxi bor, narxi и bu yerda soni bo'lishi kerak. И распечатать deb bosamiz. Mana PDF. Buni all bossak, o'sha bu yerdagi hamma stransiya, nechta stransiya bo'lsa, hamma listlari, ya'ni saqlanib bo'ladi. Agar yo'q, faqat bu bo'lsa, faqat orqa oldi chiqarishga kerak bo'ladi bu aslida. Biz hozir просто olib qo'yamiz. Va bu yerda kopiya so'rayapti, shart emas. Bu mana bizda tayyor. Просто save qilamiz. Saqlaymiz, bo'ldi, saqlandi. Mana. Nomi hammasi. Bemalol buni Ouch printerda chiqarsa ham yaxshi. O'zi вообще-то bu narsani albomni emas, knijniy bo'lganda juda qulay bo'ladi, chunki knijniyda ma'mur soni, misol uchun hozir 6 ta bo'lsa, knijniyda 8 ta bo'lishi mumkin, 10 ta bo'lishi mumkin-da. Uzunasiga hammamizda bizda bo'sh joy qolib ketyapti. Sayt egalaridan shuni so'rab qolgan bo'lardim. Shuni knijniy qilib bersalar, knijniy bo'lsa shunda ancha zo'r bo'ladi. Va bu yerda men bu sonlarni yozganim bu yerda ko'rinmayapti. O'shani ham sayt egalari xudo xolasa to'lasa kerak. Bu hozir 15 kun bo'ldi ishlaganimda, bu albatta buni ko'rib chiqishadi. Mana shu narsani ko'rib chiqishadi xudo xolasa. Уже bizga mana ishimiz ancha osonlashdi. Mana bu yerda kim Mahmud Amir Xolmatov, ya'ni akkauntdan o'tgan odam ism familiyasi, qachon, datalari, nomerlari, hamma narsasi mana tayyor. Salomat bo'linglar. Agar ushbu videoyimiz ma'qul kelgan bo'lsa, yo foydali bo'lgan bo'lsa, like va kommentariy kutib qolaman. Kommentariyada ijobiy va negativ kommentariyalarni kutib qolamiz. Salomat bo'linglar va ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Rahmat katta.